Men 제가 seni 당신 sevgan qizingman. 여자친구라고요. Shundan buyon men 3ta yigit bilan uchrasha boshladim. Men bugun barchasini tugatmoqchiman. Rostini aytsam, ularga yolg'on gapirishim juda qiyin bo'ldi. Ular haqiqatni bilmagani uchun menga nisbatan juda samimiy munosabatda bo'lishdi. Mening yuragim faqat bir inson uchun urishishi kerak. Nima bo'lsa ham ertami kechmi baribir qo'lga tushaman. Keldingmi? Nima bo'ldi? Seni sog'indim. Bu yolg'onmidi? Ha. Avtohalokat bo'lgan kun senga qizingiz ekanligimni aytdim. Shunda bizning birinchi kunimiz edi. Sevgan qizing bilan bog'liq xotiralarni eslay olmasliging qisman xotira yo'qolishidan emas. Chunki u rostdan ham yo'q bo'lgan. Bunda kasalxonadagi barcha gaplar yolg'onmi? Hammasi yolg'on. Meni kechir, men rostdan ham afsusdaman. Nega bunday qildingiz? Erishishni istadim. Men ham maqtangim keldi. Axir boshqa yo'llar bilan munosabatlarimizni boshlashimiz mumkin edi. Yolg'on gapirib, bunga erishish uchun bundan osonroq yo'l yo'q edi. Yolg'on orqali do'stlarimning nazarida, insonlarning nazarida sevgini ham shakllantirdim. Nuna, Kollejga o'qishga kirganimdan so'ng do'stlarim yo'q edi. Yaqin do'stlarim ham, shunchaki do'stlarim ham, hatto bezori do'stlarim ham. Lekin men universitetga kirdim. 또 시작이다. U yerda hech kim meni kollejda qanday bo'lganimni bilmas edi. Lekin men u yerda o'zimni begonadek his qilar edim. Men doimo shunday qolaman deb o'ylar edim. Sen nega u yerga bormading? Menmi? Ha, biz seni u yerda ko'rmadik. Biz ham u yerda bir-birimiz bilan yaqinlashdik. Sen ham borsang yaxshi bo'lar edi. Ha, mayli. O'shanda nega bunday qilganimni bilmayman. Men sayohatda edim. Shunaqami? Qayerda? Londonda. London? Buncha joy yo'q. Men o'sha vaqt mutlaqo umidsiz qolgan edim. Lekin yolg'on gapirishni yaxshi uddaladim. Bugun kechda uchuvchida uchrashuv bor. Birga borasanmi? Nima, bora olmaysanmi? Menimcha bora olmayman. Nimaga? Mabodo yigiting bormasmi?
Uni yigiti borga o'xshaydi. Hasad qilyapman. Bugun men ham bora olmayman. Nima qilamiz? Birga borgin. Bora olmayman, uzr. Kim bilan borsam ekan? Do'stlaring ko'p-ku, birortasidan so'ra. Hech kim birga bormayapti. Bu yarim kunlik ishim tufayli edi, ammo yigiti bor insonga aylandim. Birga ketamiz. Guruh loyihasi ertaga tugaydi. Bugun birgalikda oqshomni o'tkazamizmi? Nima qilish kerak? Men ertaga birinchi bo'lib ketishim kerak. Nimaga? Amakivachchaning to'yi bor edi. Ha, shunaqami? Shunda bora olmaysanmi? Men bolalar bilan hamma narsani tayyorlab qo'ygan edim. Ha, uzr. Ha, hammasi joyida, hech qisi yo'q. Birgina yolg'on bilan hammasini osongina hal qila olar edim. Ishxonada ham xuddi shunday edi. Aytgancha, bugun kompaniyada bazm bo'lishi esingdami? Ha, men qatnasha olmasam kerak. Buni oldindan aytib qo'ymaganim uchun uzr. Nega? Amakivachchaning to'yiga borishim kerak. Rostami? Afsus, buni ularga aytib qo'yaman. Yaxshi ishlar. 먼저 들어가 봐. Xo'p, minnatdorman. G'alatimi? Bu yolg'onlar menga taskin berar edi. Qo'y, men yon guruhga qabul qilindim. Voy, rostdanmi? U yerga ishga kirish juda qiyin deb eshitgan edim. Gayyon, seni chin qalbdan tabriklaymiz. Yigitlardan uzoq tursalaring shunday natijalarga erishasizlar. Qo'y, senga yigitimni beraymi? Kelishib olaylik. U kelishganmi? O'ylay boshladim. Men ham o'sha kompaniyaga kirishni istadim. Men ham o'sha kompaniyaga tayyorlanmoqchiman. Sen styuardessa bo'lishni xohlamas edingmi? Yo'q, men doim shu kompaniyaga kirishni istar edim. Rostdanmi? Agar birga ishlasak juda zo'r bo'lar edi. Rahib, birga bo'lamiz. Ajoyib. Men ham birga ishlayman. 너무 부러워, 가은아. 나도 가고 싶다. 진짜 잘 됐다, 가은이. Men nihoyat o'zim istagan joyni topdim deb o'ylagan edim. Yolg'on gapirishga ehtiyojim bo'lmagan joy. Faqat bitta rasm joylashtirsa bas, hammasi haqiqatga aylanar edi. O'rtog'im chiroyli sumka joylashtirsa, men ham joylar edim. Bu menga berilgan sovg'a bo'lmasa ham, ularnikini takrorladi. Narsalarni olib turar edim. Do'stlarim chiroyli qahvaxonaga borsa, men ham borishga majbur bo'ldim. Ular menga hasad qilishi uchun borar edim. Agar bormasam, hatto ulardan o'zimni cheklangandek his qilar edim. Yoki chet elga ketgandek surat joylar edim. Men ham qanday bo'lmasin, shunday qilib ular kabi ko'rinar edim. Bu mening haqiqatim edi. U yerda hech bo'lmaganda men barchasidan qocha olar edim. Nima bo'lsa ham yolg'on gapira olaman deb o'ylar edim. Aytgancha, buni bilasizmi? U yigitlarni paypoqdagi almashtiryapti. Rostdanmi? Bas qilinglar. Soyoning yozi chiroyli. Shunday qilib yigitlaring ko'p ekanda. Bas qil. Do'stlarim ikkita yigiti borligini aytib maqtanar edi. Boshqalari esa unga hasad qilar edi. Xuddi bunga qiziqmagandek ko'rsatar edi. Ular yigitlar bilan uchrashadiganlarga havas qilishar edi. Kulguli. Hammasi shunaqami? Bu oson bo'lmadi.
Yigitlar bilan uchrashish uchun yolg'on to'qish. Insonlarning yuragi o'zgarmaydi. Shunday qilib seni ko'rib sevishni istadim. Tasavvur qildim. Faqat o'sha kuni haqiqiy yigitga ega bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Avariya sodir bo'lgan kunmi? Ha. Insonlar ko'rganida hamma hasad qiladigan yigit paydo bo'ldi. Hammasi shular. Shunaqa ekan, oxirgacha sir saqlashingiz kerak Bas edi. qilishni istadim. Yolg'onlar yuragimni azobladi. Yolg'on bilan boshlandi, lekin yuragimda haqiqatga aylandi. Bu juda qiyin edi. Tushunarli. 그랬구나. Gunu. Seni haqiqatdan ham yuragim bilan yaxshi ko'rdim. Rostdan ham. Sen mening yuragimda yagonasan. Nona. Sizning o'rningizda men yoki boshqasi bo'lsa ham shunaqa qilgan bo'lardi. Lekin bu qilgan ishingiz to'g'ri hisoblanmaydi. 없어지는 건 아니야. Chunki yolg'on tufayli biz noto'g'ri munosabatlar boshladik. To'g'ri. Rahmat sizga. Menga rostini aytganingiz uchun. Yolg'on haqiqatga aylandi. Endi yolg'onsiz samimiy tuyg'ular qoldi. Keling bir-birimizga rost gapiraylik. Xo'pmi? Samimiy tuyg'ularimizni yana qaytadan boshlaymizmi? Gunu. Kecha ham, bugun ham hamon men sevgan qizsiz. Bizdan boshqa hech kim yo'q. Gaplarim to'g'rimi? Rahmat. Nima? Boshqacha bo'lishini kutganmidingiz?